Assalomu alaykum barchaga. Xayrli tong deymiz. Erta tongda mana sizlarga Eskarab, Oltiariq tumani Eskarab qishlog'idan video obzor qilyapmiz. Bugun musulmonlarning bayram kunlari, juma ayyomi, haftaning juma kuni. Mana hamma ertalabda qor yoqqan, sovuq demasdan mana tirikchilik endi. Bir boshdan ket. Hozir kelamiz, baqa keling, nimani ayting. Bir boshdan hozir makkalarni ko'rsatamiz, maktab bug'doylarni. Qani ketdik. Mana bu tomonda tirikchilik uchun olib sotarlar turar ekan, u tomonda dehqonlar turar ekan. Ularni ham bir boshdan ko'rsatib ketamiz, narxlardan tanishamiz. Mana bug'doy necha pul ekan? 4000. 4000 so'm bug'doylardan ekan. Qopga necha pul beriladi? Qopga so'raysiz-da. Qopga 3800 da. Shunaqami? Qani sizniki? Kelingchi baqa. Mana makka un necha pul? Keling, makka unlari 5000 qo'yardik mana. Kelolasizlar. 5000 so'm. Optimi. Qopga necha pul? Qopga tushib beramiz endi. Siz ham tushiraveraymi? Yo'q, men tushirmayman, uylanganman. Bularcha bug'doy yorma? Ha. Necha pul? Bug'doy yorma, bu 4000 mana shu bo'ladi. Olib qo'ying, mana shu bo'ladi mana. 20 bo'ladi. Iqbol Mirzo degan mana shu. Qopga necha pul qilib berasizlar buni? Madaminja, qopga ham, tonnaga ham shu 4000. Sizda bor tonna? Bu guruchimiz maqtab qo'yaylik mana, guruchimiz mana. Guruch. Xorazm guruchlar va 4000 so'm. Oshi yaxshi bo'ladimi? Suvni ko'taradimi? Ha, zaxirali bo'ladi. Sizda ko'pmi? Ko'p. 4 tonna bor. 4 tonna bor undan. Nomer qoldiraylikmi bo'lmasa? Nomer qoldiring. 90lik 90lik 536 536 8700 8700 ga telefon qilsalar. Ana. Polni mashil bilan shug'ullanadilar ular. Chigit necha pul? Chigit 5500 so'm, birinchi sortda. 5500 so'm mana chigitlar. Qopga necha pul qilib berasiz buni? Qopga 50 to'qib beramiz. Makkalarcha mana aka. 4500 so'm mana makkalar. Mana. Nomerga aloqaga chiqasizlar. Sizda ko'p, ha? Ko'p bizda mana. Bitta shipir guruhlarimiz ham bor mana. Shipir guruhlarimiz mana. Shipir guruh necha pul ekan? 3200 so'm mana. 3200 so'm qopga necha pul? Qopga 3100 qilib beramiz. 3000 ham deng, ha? 3000 ham deydi. Bunimi? Bo'lsa xalqqa bo'lsa. Yashang. Bu semichka shirot. Bu necha pul? Bu 4500 so'm mana. 4500 so'm semichka shirot. Arpalarimiz bor. Arpalar necha pul ekan? Qozoq arpa 4500 so'm mana. Arpa 4500 so'm. Oqshog'imiz Oqshog' necha pul? Oqshog'lar mana 2500 so'mdan oqshog'lar bor. 2500 so'm bor ekan mana. Jo'jalarga. U aralashmangiz necha pul? 4000. 4000 so'm, ha? Yaxshi, bozoringizni bersa. Ha, mana bizning ustoz bu. Ustoz Pelikov. Gap yo'q. Kelaverasizlar. Mana bu bug'doy endi o'zimniki. Men ham mana shu narsalar bilan shug'ullanib, havas qilib, mana bug'doy 4000 so'm mana sotilishi. Toza bug'doy mana mesni bu. Mesni bug'doy o'zimizda yetishtirilgan qozoq emas. 3800 qopga kilolab 4000 so'm. Mana chilgi jaydari mana bahorgisi mana bu. Bu endi o'zimnikida, maqtash emas bu. Bahorgi 6000 so'm kiloga sotilyapti. 5700, 600 qilib beramiz. Mana shu uzoqdan murojaat qilsalar, bormi, yana topiladimi deb aloqaga chiqsa, qilib beramiz xudo xolasa. O'sha yo'l kirasiga 200 so'm, 300 so'm tushib beramiz. Bular kuzgi, mana bahorgi. Bular 6000 kiloga. Bular 5,5. Mana ular ham kuzgi. Mana yirik makka bor mana. Yirik makkalar 4,5 sotilyapti mana. Qopga ham. Nomerimni qoldiraman. 90lik 272 1009 ga aloqaga chiqsalar, anaqa kuzgi chilgilar ham, bahorgilar ham topib beramiz xudo xolasa. Yo'l kirasiga o'tib ham beramiz. 5,5 bu kuzgi sotilishi, 6000 bahorgisi. Albaga qara.
Nima rasm Assalomu olmaydi. Rasm. Alaradi. Promo efir turibdi, qochib turing. Olmalar. Olmalar, o'zi to'qqilar. Mana dehqonlarga Dehqonlar. keldik. Keling baqa dehqon. Mana dehqonlarniki quruq makka mana. Qani dehqonni o'zi. Xulosa kelyapti. Dehqon, nechi pul bu? 6000. Kami bormi? Qani sizdan. Yo, kami bormi yo'qmi buni? 5000 mi 5,5 ga berasizmi kelsa? 5,5 ga berishar ekan mana. Sizlarda ham shunaqa, xola? Ha, bizdeki ham shunaqa. Markani ko'ryapsiz. 5,5 deyishyapti mana. 5,5, 6 deyishyapti bular. Chiligi, joylari makka, toza chiligi mana. Bizda unaqa aralashmasi yo'q, yirik aralashma nimalar yo'q. Mayli bozoringizni bersin. Assalomu alaykum. Xudo yormalar nech bo'l? 4200. Qopga hammi? 4000 qopga ekanda. 4200 bo'lishimi? 4200 bo'lishi deyapti ekan. Uyda ko'pmi, shef? Nomer qoldiramizmi? Nechilik? Nechi nomer? 93lik. 93lik 119 119 00 41 ga aloqaga chiqsalar, xudo xolasa kelishib berishadi mana. Rahmat, bozoringizni bersin. Mana bu chekkada ham dehqon akamiz bor ekan. Bozorda ham bor. Mana dehqon yana chekkada bor. Qani bitta dehqon. Assalomu alaykum. Bormi ekan? Nechi pul ekan bu? Kuzgi ekan-a? Nechi pul? 5000. 5000 deyaptilarga mana. 20 akkadan. Endi ko'proq olaman degangacha. 4,5. Uyda bu ko'pmi? Nomer qoldirasizmi? Aloqaga chiqishadi ekan. 91lik 107 76 87 ga aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa uydan ham kelishtirib beradi. Mana yerda dehqon qani? Dehqon akamiz yo'q. O dehqon. Evet. Assalomu alaykum. Dehqon nech pul bu? Bug'doy nech pul? Toza yuvilganmi bu? Yuvilgan. Nech pul deyapsiz buni? Endi holatiga qarab. Nech pul? 4000 deyapmiz. 4000 deyishyapti ekan. Makkanichi? Makka 5,5 quruq chilgi. Quruq ekan-a, toza chilligi bilan jaydari. 4000 so'm, ha? 5,5. 5,5 ga berasiz. Kami bor. 5,5 ham kami bor. Ha. Mashalloh, mana dehqonlardan kelib olaverasizlar-da endi. Mayli, rahmat, bozoringizni bersin. Assalomu alaykum. Makkalar nech pul ekan? Bu chilgi makkalar 5,5, mana ular 5,000 katta makka. Ular 5000. Ana unaqa aralashmali 5000 so'm, ha? Mayiz ham bor ekan-a? 10,000 mayiz. Xo'sh, bug'doyingiz nech pul sizda? Bug'doy hamma yoq bir xil shekilli. Mana jo'jalar donichi? Jo'jalar don 5,5 ming. 5,5 ming bular. Kami bormi bularda aytganingizni? Ko'proq olaman deganga. Ko'proq olaman degan kam pul beraman. Mana oq juvari bor ekan. Oq juvaringiz nech pul? Oq juvar 9000. 9000 bu oq juvari. Mana u Karanika nimalarni donimi bu? Shef? Bular nech pul? Tariq 5000. Tariq 5000 so'm mana kelar. Mana bu yerda oq semichka bor. Bular nech pul? Bular 8000 mashqat. 8000 mahsqat mana. Mana narxlar bilan kelishdik mana. Rahmat. Ana dehqon bo'ldi, dehqon. Bu qatorda turibsizmi siz ham? Ha, endi nima qilamiz? Joy Assalomu alaykum. Xo'p bo'ladi. Nech pul ekan? Nech pul sizlarda dehqon? 5000. 4900 sanga, san uchun. Xaridor. Ana. Uyda bormi? Uyda bor. Telefon qilisizmi? Kelaversa bor. Telefon qilisizmi? Ha, qilaversin. Nech pul berasiz uydan? O'sha 4900 beramiz. 4900 mana agarni gaz nimasiga chiqarib berasiz, 5000 demayapti. Mana nomeringiz nechi? O'sha bilasanmi? 272 10 top. Yo, o'zimnikini aytmaydi. Nechi?
Sizga telefon qilishadi. 534 44 48. 534 90 534 44 48 ga aloqaga chiqilgan. Mana Dehqon akamiz tushasizmi o'zingiz ham? O'zingiz ham? Yo'q, yo'q. Motor akam deb qo'ysam bo'ladi. Va bilanki ag'da o so'mkasi bor bag'da. Bu ham 5 mingmi? Ha, bir xil. Bir xil narxda mana Dehqon. Tushib beraman, gaz puli o'tib beraman deyaptilar. Ha, hoji aka. 3,5 ming bizda makka. Yana. 3,5 ming. Mashalloh. Nami bor ekan-a? Sal nam bori quruq. Sal nami bor quruq. Bular nech pul? Ular 4,5. 4,5 bunisi, mana bu. Ichcha nami bor ekan. Qo'yga, ya'ni hazm bo'lishga sal yengil bo'ladi, ha, hoji aka. O'tiradi. Ha, mana. Aralashmangiz nech pul? 3,5 ming qilib beramiz. 3,5? Arzon ekan bu sizda, ha? Mana 3,5 ga ham berishar ekan mana. Bu qurug'i 4,5 ming. 4,5 ming. Arzonchi aka deymizmi sizni, nima balo? 3,5 ming bo'ldi. 3,5 ming. Serios? Bo'richi nosqol chekkan. Qaytdiki bu? O'zimizga u Qozog'iston. Ha, Qozog'iston. Qozoq bug'doydan. Nomer qoldiramiz bo'lmasa sizda arzon nechchilik? O'z bilan, so'z. Ha, esimda yo'q. Nechi nomeringiz? 90lik, 90lik 533, 533 54, 54 60. 60 ga aloqaga chiqinglar. Mana shu hoji akamiz arzon qilib beraman deyaptilar mana. 3,5 mana daji mana uni 4,5 to'r qilib beraman deyaptilar. Mana 3,5 beraman deyaptilar aralashmani. Bozorda unaqa emas. Sensatsiya. Mayli, bozoringizni bersin. Rahmat. Qori keling endi. Qani hoji aka. Nech pul ekan? Mana undan boshlaylik. 5 ming so'm. 5 ming so'm bular. Bularchi? Narxi bir xil ekan. Mana bu jo'jalarga, ali nimalarga ham bor ekan. Nech pul bular? 8 ming so'm. 8 ming. Bular ham 8 mi? Ha, bir xil. Bir xil. Mana unichi? 5 ming so'm. 5 ming so'm bunisi. Ana mana kichkina nima bor ekan, badroq makka. Nech pul bu? 10 ming so'm. 10 ming so'm ekan mana badroq makka. Badroq pishirib yeydilar. Qolgani bari bir xil bo'lsa kerak, ha? 5 ming so'm. Mana bular 5 ming so'm, 6 ming so'm ekan mana ular. Ana shu Oltiariq Eskarab bozoriga kelaverasizlar. Mana shunaqa narxlar bugungi haftada. Keyingi haftagacha xayr, sog' bo'linglar.